Yaxshi yetib keldingizmi o'g'lim? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qashqadaryodan ekan, ha? Aha, shunday. Xo'p. Nospetsifik yarali kalit. Mana qog'ozingiz. Buni yaqinda tushganmisiz? Chislosi ko'ringan. Ha. Ozroq vaqt bo'ldi tushganim. Yanvarda ekan. Ha. Qani nima bezovta qiladi? Tushuntirib beringchi. Ana shu ichakda o'zgarish bor, axlatda yozilishda iring ozroq qon axlatga keladi. Qarang. Yani davosi uchun sizni izlab keldim. Qarang, 10 kunlik lecheniya bo'ladi. Qanday natija bo'lishidan qat'iy nazar 10 kun. 80% bo'ladimi, 70% bo'ladimi, 100% bo'ladimi? Bu kasalligingizni o'tkazib yuborganingizga bog'liq. Kasallar bir xillari rosa o'tgandan keladi. Bular 3-4 marta qatnaydi bu yerga. Kasallar yengilroq keladi, bular bir martada chiqib ketadi. Bir martada chiqib ketayotgani 100 ta odamdan 90 tasi. 10 tasini qatoriga tushib qolsangiz, demak 2 marta, yana 2-3 marta kelishingizga to'g'ri keladi. Har oyda bir marta kelinadi bu yerga. Yana o'shanaqa to'lov qilinadi, yana o'shanda yotiladi. Yana o'sha ish qilinadi. Natija 10 kun ichida bo'lgani, masalan, boshqa kelmaydigan bo'lganingiz, boyagi axlatning sifati o'zgarib, iring qon to'xtasa, unda demak, mana bu devordan oqayotgan narsa yo'q hisoblanadi-da, o'sha devor bitgan bo'ladi yaradan. Yarani ustidagi mana bu yara bo'lib turib, ustidan oqib yig'ilib qolayotgan narsa o'zini og'irligini ko'tara olmay pastga tushib ketaveradi. Shuning hisobiga siz ko'rasiz uni. Ko'pincha hammasi oqshomini yotganingizda bo'ladi va ertalab o'sha chiqishga tayyor bo'lib turadi. Yozilasiz, ko'rinadi. Shunday. Tushunarlimi? Shu kelasiz, keldingiz, mana davolayapman, boshlayapman, asta-sekin o'zgarib borib, mana o'sha miqdori kamayib boraversa, demak, yara bitayotgan bo'ladi. Mana shu. Sog' bo'ling. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, o'zingiz Xo'p, yaxshimisiz? sog' bo'ling. Qashqadaryo viloyatidan ekansiz. Tak, nospetsifik yarali kalit, endopatologik ko'rinish faol davrida to'g'ri kelgan ekan. To'g'ri ichak va sigma-simon ichak zararlanishi bilan. Shunday. Tak, kelgan vaqtingiz 11 noyabr 25-yil. 13-noyabrda keldim. Son noto'g'ri o'zgartib. Ha, 13 teskari qilib qo'yibsiz-da. Ha, 13 noyabr. Oy bilan noto'g'ri yozibsiz. 13-noyabr kuni kelganman. 13 noyabr, bugun 22 noyabr. Bir necha yil oldin kalit kasalligi bilan og'ridim. Ancha yildan beri bu yon davolanib kelmoqdaman. Hozirgi kunda yozilganimda axlatda o'zgarishlar bor, salbiy, iring oqish va qizil aralash. Doim parhezda yuraman, gazli ichimliklar va spirtli ichimliklar iste'mol qilmayman. Qorindagi og'riqlar haqida yozmabsiz-ku? Bormidi o'shanda? Qorinda og'riqlar ozroq. Qayerda bor edi kelganingizda? Mana shu kindikdan past atrof chap tomonda ozroq og'riq bor. O'sha vaqtlar og'riq bor edi. Qani keling, mana 10 kunda bo'ladim, 10 kun ichida nimalar o'zgardi? Yozilganingiz bir kunda bir marta bo'lyapti. Bir kunda bir marta. Yozilishingizda axlatning sifati o'zgardimi? O'zgarishlar. Yaxshi tomonga o'zgardimi? O'zgarishlar bor. Axlat bo'shashdi, rangi sarg'aydi. To'g'ri, men gapiryapman, siz yo'q, to'g'rimi gapim? Shunday. Ana shunday. Keyin mana bu shiltasi kamaydi. Oqish iring yo'qoldi-da, tiniqlashib qoldi ozginagina. Bu bir. Ikkinchisi, qorindagi og'riqlar pasaydimi? Og'riqlar ancha pasayib qoldi. Ancha pasaydi, anchasi qancha? Mana shuncha og'riqingiz bo'lsa, qanchasi pasaydi? Yarmimi yoki undan ko'proqmi? Endi 100% miqdorda tasavvur qilsak, 80% og'riqlar pasaydi. O'zingiz yaxshi his qilyapsiz. Yaxshi. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz. 80% bu katta gap. Bu kalit kasalligi o'yinchoq narsa emas. Bir sirazi 10 kunda davolanib chiqib ketib bo'lmaydi bir xillarda. Bir xillari bo'ladi, bir xillari bo'lmaydi. Asta-sekin o'zingizni irodangizni mahkam qilib o'sha kasallikka tirishsangiz, yo'q qilishga qila olasiz. Yordamim mana shu ichakni tozalab,
boyagi yara bo'lgan joylarni kamaytirib berish mani vazifam. Lekin 10 kun ichida qanchalarni kamaytiraman, Alloh biladi. Mana hozir 80% deganingiz, demak 100 ta shilingan yaracha bo'lsa, iringlab kelayotgan, o'shani 80 tasi bitdida 20 tasi qoldi. Tushunarlimi? Mana shunday matematika qilib hisoblash kerak. Qashqadaryo uzoq yo'l. Afsusda emasmi shu yerga kelganingizga? Yo'q, afsusdaman. O, bilan vaqtim bekor o'tdi degan emasmisiz? Yo'q. Mehnatimga rozimisiz? Alloh rozi bo'lsin. Xarajatingizga rozimisiz? Rozimiz. Xudo qo'lingiz yengil bo'lsin bundan buyog'iga. Rahmat. Kasallarni mushkulini oson qilib tursangiz. Rahmat. Duosini olib tursangiz. Telegramda kamchilik bo'lsa, savol javobingiz bo'lsa, yig'asizda, yozib borasizda, haftada bir martami, 2 haftada bir martami bitta Telegramga tashlab yuborasiz. O'sha qog'oz nimalar birin-ketin javob beraveraman. Maylimi? Kelishdaga ovozli xabar qilib beraman, chunki menga qulayroq tomoni shu. Keyin o'shani qayta ko'rib, eshitib, o'zingiz nima xulosa qilib olaverasiz. Sog' bo'ling, yaxshi yetib boring. Bundan boshqa kasal bo'lmang. Rahmat sizga, rahmat. Mana buni yozib berasiz, hozir ruchka bering.